бүгүн бүтүп жаткан убагың. Балалыктан өтүп барат курагың. Келечекке кадам коюп шилтенип, туура жолду тандаса деп турамын. Саламатсыздарбы? Токтогул атындагы орто мектебинин мугалимдер жамааты, ардактуу бүтүрүүчүлөр, бүгүнкү майрамыңыздар менен 2019-2020 окуу жылындагы акыркы коңгуроо аземин кырдаалга байланыштуу аралыктан өткөрүп жатабыз. Бүгүнкү салтанатты ачуу үчүн сөз мектеп директору Атабабаева Сохиба Рустамалиевнада. Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер, ата-энелер, биздин бүтүрүүчүлөр. Мына өзгөчө кырдаалга байланыштуу 2019-2020 окуу жылындагы акыркы коңгуроо аземин аралык турдан, онлайн турда өткөрөбүз. Бүгүнкү салтанаттуу линейканы ачык деп жарыялайм. Aziz bitiruvchilar, sizlarga maktab ma'muriyati, barcha ustozlaringiz nomidan ko'nglimizdagi eng ezgu niyatlarimizni bildiramiz. Hayotda o'z o'rningizni toping. Osmonlarda uching, samolarda uching. Lekin mana shu ona maktabingiz sizni hech qachon unutmasligini har doim yodda saqlang. Onalar, bolalarimiz bizning kelajagimiz. Shu kelajagimiz timsoli bo'lgan yoshlarni asring, ardoqlang. Ularni uyda kitob o'qishlari bilan, televizor ko'rishlari bilan mashg'ul qiling. Biz o'qituvchilar ularni sentyabrda sog'-salomat ona maktab quchoqlariga qaytishlarini intizorlik bilan kutamiz. Айтылуу Төкмакын Токтогулдун наамын алып жүргөн көп жылдык тарыхы бар куттуу мектебибиз жыл сайын темирканат бүтүрүүчүлөрүн алтын уясынан учуруп келишет. Мына быйыл да Токтогул мектебинде 9-класстын 36 бүтүрүүчүсү негизги орто билими тууралуу күбөлүктөрдү алганы турушса, 11-класстан 23 бүтүрүүчүбүз келечектин даңгыр жолуна сапар тартканы турушат. Hammaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz uchun eng aziz bo'lgan, o'zimizni o'g'il qizimizdek bo'lib qolgan jajji balajonlar, sizga alohida salom. Bugun siz maktabni tugatib ketyapsiz. Mustaqil hayot yo'liga qadam qo'yayapsiz. Kamolot yoshiga yetdingiz. 17 yosh kamolingdan aylanay. O'sha qoshu kamoningdan aylanay. To'lgan oydek jamolingdan aylanay, ham yaxshi-yu yomoningdan aylanay deganidek, sizni ichingizda hech ham yomoni bo'lmagan. Biz juda ham afsuslanamiz sizni maktabni tugatib ketayotganligingizdan. Sizni katta qilgan ota-onangizga qo'limiz ko'ksimizdan ming martadan ta'zim qilamiz. Shunday o'g'il, shunday qizni voyaga yetkazganligi uchun. Aziz balajonlar, mustaqil hayot yo'lingizda hech qachon qoqilmang. Mabodo qoqilgan vaqtingizda ham sizni poyingizga tukon qadalsa, oyog'ingizga tukon qadalsa, bizni jonimiz achiydi. Navoda hayotda qiynalgan vaqtingizda, qoqilgan vaqtingizda, hamma vaqt To'xtog'ul maktabida nechta o'qituvchi bo'lsa, sizni maslahatchingiz bo'ldi, aziz balajonlar. 3 maqqish bo'lib uchib ketyapsiz. Qo'ngan joyingiz unumli bo'lsin.
Kim nima izlagan bo'lsa, kim nima istagan bo'lsa, o'sha niyatiga yetsin. Baxt izlagan baxtini topsin, taxt izlagan taxtini topsin. Kim bo'lsangiz ham hayotda bizni vatanimizga, oilangizga, hatto maktabga ham foydasi tegadigan o'g'il qiz bo'ling, ishingizga omad. Közümü suykum açkan çoğ eşigim, çetilip bala menen naristeni, köngülgü nazik güldi ösüy berdi. Salamatsızlar be, urmatlı muğalimler, ardaqlı okuçular. Men sizlerdi 25 may, akırkı Kongro mayramınızlar menen çin yürekten kutluqtayman. Sizlerge çin densoluk, uzun ömür, bakıp talay kalayman. Yaşasam 100 yil ham chiqmaydi esdan. Menga ilk alifni o'rgatgan ustoz, yashaydi ko'nglimda nafisday aziz. Qalamim yozguncha minnati cheksiz. Школа. Всегда с тобой. Солнце светит, букет цветов. Кажется, все это на долгий срок. Школьных будней, бурный поток. Уроки, записи в дневник, звонок. Одноклассница в платье цвета сирен, учитель строгий, со смех за дверь. Родители в школу и домашний рюкзак. Время быстро летело, ну как это так? Школа, мы будем скучать. Школа, долго вспоминать. Зачеты, уроки и звонки. Школа, с тобой мы не одни. Школа, помню первый раз. Идем мы в первый класс. Сегодня в зале выпускной. Школа, мы всегда с тобой. Всегда с тобой. Одноклассники, друзья навсегда, дружбу эту мы несем сквозь года. Девчонки, спасибо за помощь всегда, простите за поведение учителя. Одноклассница, платье цвета сирень, учитель строгий, за смех за дверь. Родители в школу и домашний рюкзак, время быстро летело, ну как это так? Школа, мы будем скучать. Школа, долго вспоминать. Зачеты, уроки и звонки. Школа, с тобой мы не одни. Школа, помним первый раз. Идем мы в первый класс. Сегодня в зале выпускной. Школа, мы всегда с тобой. Школа, мы будем скучать. Школа, долго вспоминать. Зачеты, уроки и звонки. Школа, с тобой мы не одни. Школа, помним первый раз. Идем мы в первый класс. Сегодня в зале выпускной. Школа, мы всегда с тобой. Школа, мы будем скучать. Школа, долго вспоминать. Зачеты, уроки и звонки. Школа, с тобой мы не одни. Школа, помним первый раз. Идем мы в первый класс. Сегодня в зале выпускной. Школа, мы всегда с тобой. Мы всегда с тобой. Мы всегда с тобой. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, sevimli o'quvchilarim. Xayr, mening o'quvchiligim hayotimning sermazmun bobi. Xayr, go'zal sehrli olam yoshligimning oltin kitobi deya
mustaqil hayot musobaqasiga qadam qo'yyapsiz. Siz bilan 6 yil davomida birga ishladik. Siz a'lo baholarga fanlarni o'zlashtirdingiz. Olimpiadalarda yuqori o'rinlarga ega bo'ldingiz. Maktabda o'tkazilgan har bir tadbirda o'zingizni, qobiliyatingizni va iste'dodingizni namoyon qila oldingiz. Men bu bilan faxrlanaman. Aziz o'quvchilarim, maktabni muvaffaqiyatli tamomlab, umumrespublika testida yuqori ballarni olib, mustaqil davlatimizni To'xtagul Sotilg'anov nomini yuqori cho'qqilarga ko'tarishingizga tilakdoshman. Oq yo'l bu ishlarni amalga oshirishingizda sizlarga faqatgina mustahkam iroda, to'lmas kuch tilayman. Assalomu alaykum mehri daryo ustozlar va aziz opa akalar. Sizlarni mustaqil hayot ostonamizga qadam qo'yganingiz bilan chin dildan tabriklayman. Omon bo'lsin aziz boshingiz, halol bo'lsin yegan oshingiz, ko'rinmasin ko'zda yoshingiz. Mehnatsevar aziz ustoz. Hello dear teachers and my dear classmates. I sincerely congratulate you on today's holiday. You told us to read and write. That's why able distinguish between black and white. Thanks to you we understood in the lots of life. And today we are stopping his life. We will miss you very much. Thank you so much for explaining less color of life to our. My dear classmates, sincerely congratulate you on today's holiday. I wish you all great victories in the state exams. Today our childhood behind us. We have stepping into his life. My look and joy behind doing life. My dear classmates, always be healthy. Sinfdoshlar, yodga olsam yuzimda nam tabassum bor. Sog'inaman sinfdoshni takror. Diydoriga jonim fida o'zim xumor. Sizga mehrim bo'lashgada sinfdoshlar. Bitta xona, bitta maktab, bitta jurnal. O'sha bosqinchi falonchi o'zimiz harakat. Jonkiyarim ustozlarim tanbeh azal. Sizga mehrim bo'lashgada sinfdoshlar. Dars tugamay ketib qolgan kunlar qani? Vazifasiz ikki olgan kunlar qani? Burchaklarda qo'llab turgan kunlar qani? Sizga mehrim bo'lashgada sinfdoshlar. Qulog'imda qo'ng'iroqning jaranglari. Tanaffusda har tashlab yodda bari. Sog'inaman xayolimdan o'tgan sari. Sizga mehrim bo'lashgada sinfdoshlar. Navbatchilik manzar edi hammamizga. Dargohim bir xil tarzda o'g'il qizga. Havasim bor sinfdoshim faqat sizga. Sizga mehrim bo'lashgada sinfdoshlar. Yuragim ezadi so'nggi qo'ng'iroq. Qadrdon maktabdan ketamiz yiroq. Do'stlarimdan ayirmasaydi, chalinmasaydi so'nggi qo'ng'iroq. So'nggi qo'ng'iroq asta, ko'zda ma'yuslik, qo'lda guldasta. Maktab yillarim o'tib ketdi bir pasta. Bugun chalinmoqda so'nggi qo'ng'iroq. Chalinadi so'nggi qo'ng'iroq asta, ko'zda ma'yuslik, qo'lda guldasta. Bitiruvchilar, sizlarni so'nggi qo'ng'iroq tantanasi bilan tabriklayman.
oldingizga qanday maqsadlarni qo'ygan bo'lsangiz, hammasiga yeting. Mustaqil hayotga qadam qo'yapsiz. Ana shu hayotingizning yo'li ravon, oson bo'lsin. O'zingizni hayotda o'rningizni toping. Kelajakdagi maqsadlaringizga yetishda samimiylikni, chuqur bilimni, mehnatni ayamang. Hammangizga oq yo'l, hamma maqsadlaringizni amalga oshirishda orqaga qaytmaysiz. Omadingizni bersin. Bahorning so'nggi kunlari, tugar bolalik chog'larimiz. Maktabni tark etar ekanmiz, orzularimiz, yoshligimizning bir qismini tashlab ketayotganini ko'ramiz. So'nggi qo'ng'iroq chalinadigan paytda vaqtni orqaga qaytargimiz keladi. Lekin buning iloji yo'q. Bizni yangi hayot, yangi orzular va kutilmagan imtihonlar kutmoqda. Aziz sinfdoshlarim, mustaqil hayotga qadam qo'yar ekansiz. Men sizlarga bu yo'lda qoqilmaslikni, adashmaslikni tilab qolaman. O'zingiz istagan kasbning mohir ustasi bo'ling. Кто нас будет знания дает, это что нам учитель. От души поздравляем всех наших учителей. И здоровьем всем желаем от создателя. Chalinar bugün so'nggi qo'ng'iroq, qadrdon maktabdan ketamiz yiroq. Do'stlarimdan ayirmasaydi, chalinmasaydi so'nggi qo'ng'iroq. Yuragim ezadi so'nggi qo'ng'iroq, qadrdon maktabdan ketamiz yiroq. Do'stlarimdan ayirmasaydi, chalinmasaydi so'nggi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum aziz ustozlar, ota-onalar hamda biz uchun qadrli bo'lgan aziz bitiruvchilarimiz. Hammangizni bugungi unutilmas kun, so'nggi qo'ng'iroq bayrami bilan chin dildan tabriklayman. Bugun maktab ostonasin hatlab so'nggi bor, 11 yillik bolalikka yozgaysiz yakun. Endi hayot darsxonangiz bo'lar maktabda, chalinadi eng oxirgi qo'ng'iroq bukun. Bilmam, balki joningizga tekkan bu jarang, balki bezor bo'lgandirsiz darslardan hatto, balki ustoz asabingiz qilgandir tarang, lekin o'tgan maktab davrini unutmang aslo. Har bir yilning yakuni bo'lganidek, 2019 va 2020 o'quv yilidagi bizning yetishgan yutuqlarimizdan fanlar olimpiadasi bo'yicha tarix fanidan Gadoyboyev Farhodjon ustozimiz tayyorlagan 11-sinf o'quvchisi Najmiddinova Gulshanoy, geografiya fani o'qituvchisi Ergasheva Ijobat tayyorlagan 11-sinf o'quvchisi Razoqova Parizoda, 9-sinf o'quvchisi Akbaraliyeva Mehribon, qirg'iz tili fani bo'yicha Berdiyeva qirg'iz tili o'qituvchimiz Berdiyeva Gulniza tayyorlagan O'rinboyeva Bibi Risolani yutuqlarini alohida ta'kidlab o'tishimiz lozim. Bilimxona olimpiadasida qirg'iz tili va matematika fanlari bo'yicha 7-sinf o'quvchilari Uzoqova Odina, Habibullayeva Shodiyona, Hojamatova Zohida, Husanboyev Shahriyor, Ismoilova Shabnam va Shorajabovalar oblast turigacha chiqishib, o'z bilimlarini yuqori saviyada ekanligini isbotladilar. Shu bilan birgalikda Manastano bo'yicha
o'qituvchilarimizdan Ibragimova va Mirzaliyeva ustozlarimiz, 10-sinf o'quvchisi Najmiddinova, 9-sinf o'quvchilari Akbaraliyeva va Mamadaliyeva Zarinalarni tayyorlab, rayon turida 1-o'rinni olishga muvaffaq bo'ldilar. Saidov Baxtiyor ustozimiz sportning basketbol turi bo'yicha 10-11-sinf o'g'il bolalarini tayyorlab, maktablar aro o'tkazilgan basketbol olimpiadasida 1-o'rinni olib kelishga muvaffaq bo'lishdi. Biz mana shunday o'qituvchilarimiz hamda o'quvchilarimiz borligidan faxrlanamiz. Hamda shu bilan birgalikda saflari ko'payishini so'rab qolamiz. Qo'zinchi 2020 o'quv yilida o'zlarini mahoratlarini ko'rsatgan o'qituvchilarimizni taqdirlab qo'ysak, 3 yildan beri zona, region, rayon, oblast, respublikada eng yuqori o'rinni qo'ldan boy bermay kelayotgan ijodkor, talantli o'qituvchimiz, qirg'iz tili fani o'qituvchisi Berdiyeva Gulniza Laylak rayon bilim berish bo'limining ardoq grammatasi hamda pul mukofoti bilan taqdirlanadi. Shu bilan bir qatorda tarix fani o'qituvchisi Gadoyboyev Farhodjon, geografiya fani o'qituvchisi Ergasheva Ijobat o'qituvchilarimiz ham grammata va pul mukofotlari bilan taqdirlanadilar. Maktabdan tashqari tadbirlarda aktiv qatnashib, uyushtiruv ishlarida faol qatnashgan o'qituvchilarimizdan Egamberdiyeva Kumuchoy ustozimiz, Xolmatova Mukarrama ustozimiz, Suleymonova Intizor, Mirzaliyeva Malikalar ham maktab administratsiyasining grammatasi bilan taqdirlanadilar. 2019-2020 o'quv yilida olimpiadalarda yuqori o'rinni olgan va sinfdan tashqari bilim sohasida va tadbirlarda aktiv qatnashgan o'quvchilarimizdan 11-sinf o'quvchilari O'rinboyeva Bibirisola, Razaqova Parizod, Najmiddinova Gulshanoy, 9-sinf o'quvchisi Akbaraliyevalar grammata hamda pul yutuqlari bilan taqdirlanadi. Yurish-turishlari bilan jamoat ishlarida faol qatnashganliklari uchun, sinfdan tashqari tadbirlarda aktiv qatnashganliklari uchun taqdirlanadilar. 11-sinf o'quvchilari Boboyeva Mohina Bonu, Aliyeva Ozoda, Razaqova Parizod, Qahorova Farzona, Axinova Suzana, Nemajonova Mastona, O'rinboyeva Xurshida, Yusupova Yulduzoy. 9-sinfdan va 10-sinf o'quvchilari Najmiddinova Nodira, Mamadaliyeva Zarina, Soyipova Gulnozalar ham grammata bilan taqdirlanadilar. Sport musobaqalarida aktiv qatnashganliklari uchun 11-sinf o'quvchilari Uzoqov Muxbirbek, Abdulazizov Otabek, Sobirjonov Firdavslar ham grammata va pul mukofotlari bilan taqdirlanadilar. Yana bir bor mana shu erishgan yutuqlaringiz har biringizga muborak bo'lsin. Aziz bitiruvchilarimiz, doim yo'lingiz oq bo'lsin. O'ylagan niyatlaringizga, orzularingizga doim yetishing. Kimdir oliy o'quv yurtiga kirmoqchi bo'lganlar, sizlarga omad yor bo'lsin. Doimo ishingizni omadini berib, yo'lingiz oq bo'lsin. Biz sizga doim biz yaxshi tilaklarimizni bildirib qolamiz va sizlarning orqangizdan yaxshi gaplarni, yaxshi so'zlarni eshitsak, biz faxrlanib, shunday o'quvchimizdan faxrlanib yuramiz. Yana bir bor oq yo'l sizga. E'tiboringiz uchun rahmat.
men uchun azobdir. Bu axir azob. Yuragimni qiynar og'ir bir qiynoq. Chunki chalinmoqda so'nggi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum, o'zlari ulug', qadamlar qutlug' bo'lgan aziz ustozlar va mening eng yaqin bo'lgan 11 yillik qadrdonlarim, sinfdoshlarim. Mana bugun biz maktab dargohini tark etar ekanmiz. Barchaga kelgusi hayotda ulkan zafarlar tilab qolaman. Ishlarga omad. Barcha orzu-niyatlarimizga erishishimizni, kimning nima niyatlari bo'lsa, qanday ishlari bo'lsa, barchasiga omad tilab qolaman. Doimo sog' bo'linglar. Muallim so'z boshqaylar buloq, muallim g'ana archa daraxt, muallim jariq kelin sochgan, muallim qilin darpoch boshqaroq. Salamotsizmi hurmatli muallimlar, turuvchi og'aychilar, sizlarga 25-may aqlga qo'ng'iroq maydonida bilib, chin dilimdan qutlaqlayman. Сегодня мы выпускники, и это много объяснит. Уж не стоять нам у доски, мелок от радости стирания. Сидеть за партой, но не то, что с другом не делили. Шагать уже не той тропой, где каждый кустик изучен. Здравствуйте, уважаемые учителя, дорогие друзья и мои одноклассники. Я поздравляю выпускников нашего класса. Пусть взрослая жизнь начнется с успешного поступления, радостные дни. Пусть о школе в наших сердцах останутся самые добрые воспоминания. Любимые учителя, спасибо вам за самоотвержение и труд, ангельское терпение, привитую тягу к знаниям. Особенно нашей лучшей классной руководительнице Книшой и Гангутиной. Мы хотим вам сказать, что опыт и знания, которые вы нам дали, бесценны. Грустно расставаться, но наступит сентябрь, придут новые ученики. Мы даже немного завидуем. Мы благодарны вас. Спасибо вам за все. Bugun maktab ostonasi xatlar so'zi. 11 yillik bolalikka yasaysiz yakun. Endi hayot darsxonangiz bular maktabda. Chalinadi eng oxirgi qo'ng'iroq bo'lgan. Ostonasin xatlab so'nggi bor 11 yillik bolalikka yasaymiz yakun. Endi hayot darsxonamiz bular maktabda. Chalinadi eng so'nggi qo'ng'iroq bu. Otadek zahmatkash, otadek buyuk, onadek mehribon, onadek suyuk. Kim bor undan tanho, hurmatga loyiq? Dunyoda tengi yo'q tabarruk inson. Ustoz muallimdir, ustoz muallim. Qalbin ko'ri bilan ko'zimiz ochgan, ko'nglimizga umid urug'in sochgan, qaynoq chog'ida minglarni quchgan, nomi dildan ko'chmas tillarda doston. Ustoz muallimdir, ustoz muallim. Qancha buyuklarga muqaddas beshik, saodat uyiga eltuvchi eshik. Siz o'sha dillarga jo bo'lgan qo'shiq, zakovat ziyosini yoritgan bo'ston. Ustoz muallimdir, ustoz muallim. Shogirdlari erur topgan davlati, yutuqdan ortar belga quvvati, hammaga barobar bana himmati, saxovat mulkiga kamtarin sulton. Ustoz muallimdir. Boladan ayamas hatto jonim,
Besamar o'tkazmas har bir onini, haloldan topadi burda nonini. Millat ardoqlagan o'sha sharafshon ustoz muallimdir, ustoz muallim. Qo'lidan tushmaydi daftar qalam, tilidan tushmaydi hikmat kalomi, katta-yu kichikka birdek salomi, hayot yo'llarida benazir ustoz muallimdir. Bilim berib to'ldim demagan, asablari bular metindan, siz uyda ham olmayapsizdan, ustozlarim sizni sog'indim. Asabingiz buzib dam-badam, sho'xlik qilib haddan oshsak ham, Alloh sizga berar chidam, ustozlarim sizni juda sog'indim. Dars o'qitmoq ko'p mushkul ekan. Onam horgan, otam charchagan, hamma zahmat bir sizda ekan. Ustozlar, sizni juda sog'indik. Darslar o'tmayapti soz, boshqa nigoh begona ovoz, hech ham kasal bo'lmang iltimos, ustozlar sizni juda sog'indik. Qanchadakki eshitgan biz deb, aybimizni berkitgan hadeb, o'tiribmiz pushaymonlar yeb, ustozlar sizni juda sog'indik. Til uchida ekan ranjingiz, mehringizni ayamadingiz, qadringizni bilmabmiz essiz, ustozlar sizni juda sog'indik. Aziz ustozlar, biz 9-sinf nomidan barchangizni so'nggi qo'ng'iroq bayrami bilan chin qalbimizdan tabriklab qolamiz. Shu jumladan bitiruvchi aka-opalarimizni ham tabriklaymiz. Ularga mustaqil hayot yo'llarida ulkan zafarlar, yutuqlar tilab qolamiz.